Adamlar başkalarının diqqətini tartışqa, başkalarının həvsini qozğaşqa şunchalik bir xil aşıq boldu ki, bir xil savdoy holda har xil usullardan foydalanish orqali, hatto kredit kart, qarz elish orqali o'zining bu xil orzuga yetmoqchi bo'ldi. Bir qiz bir kuni oshxonada o'tirib kutkuchini to'labdi. Kutkuchiga munda debdi: "O, bala meni qattiq achchig'im keltirib ketib bordi, bek jiyliqli ketib bordi. Shunda bezor bo'ldi." Degandan keyin kutkuchi qarasa, u bala o'zining ishini qilib tomoq yeyotgan bu qizga debdi-da: "Voy, u bala o'zining ishini qilyotdi-ku, siz qarabmi qo'ymabdi, qanday qilib sizning achchig'ingizni keltirdi?" desa, "Uning shu qarmig'ini mening achchig'imni keltiryotdi" degdi. Demak, nurg'un yosh qizlarda bu xil psixik bor, ya'ni boshqalarning diqqatini tortish uchun har xil usullarda, mayli kiyinish bo'lsin, mayli girim bo'lsin va hokazolar. Amaliyotda bu xil narsalarning hammasi odam nima boshlaydi desa, o'zining aslidagi bor qiyinchilikni nechasi qatli o'tadi. Uning ustiga to'y qilmagan qizlardagi bu xil usulda kishilarning diqqatini tortish usulida o'zimi erib ketadi ro'y jihatdan. Iqtisod jihatdanmi ig'ir darajada ziyon tortilgan. Ham to'y qilgan ayollar bo'lsa, to'y qilgan ayollarmi bir psixikadan qochaman deb yuradi. Ya'ni to'y qilgan ayollarning odat 98%da qandaq bir gapni o'zidan anglashdan qo'rqidi desa, mening yo'ldoshim men burunqidek yaxshi ko'rmas bo'lib qoldi degan shu gapni o'zi qiladi, ammo bu gapdan shunda qo'rqaydi. Mush gapni anglamaslik uchun, mush gapdan qochish uchun har xil usullarda, har xil tadbirlarni qo'llanib boqadigan gap. Demak, biz turmushimizda o'zimiz anglash xohlamaydigan, boshqalarning bizni bayqab qilishdan qo'rqadigan taraflarimizni yushirish bilan bizning nurg'un energiyalarimiz, nurg'unlagan diqqatimiz chechiladigan gap. Buning ta'siri nima bo'ldi desa, buning ta'sirida odamlarda besim bo'ldi. Chunki siz doimla qochib yursangiz, birisi besim bo'ldi, yana birisi ansiz, ya'ni bexatarlik tuyg'usi kamolatda. Chunki siz doim o'zingizni yushirib turgan vaqtda sizning fikringiz yoki sizning hissiyotingiz intayin yuqori o'rinda turadigan gap. Alert deymiz bunday qiliqqa. Yuqori sezimchanligingiz eshib ketadi. Yani başkalarını bayqab qilishni ansirab turganda. Bu xil holat nimani keltirib chiqardi desa, kronik stress deymiz. Hozirgi eng cho'ng bizning psixikadagi hal qilish tegishli masalamiz nimasi? Kronik stress. Kronik stress deganimiz asti xarakterlik besim. Biz odatda besimni ikkiga bo'lamiz. Asti xarakterlik besim, yana birisi tiz xarakterlik besim, acute stress. Endi kronik stress, ya'ni asti xarakterlik besim bu işte tuyulmagachqa, dramatiklik tuvan bo'lgachqa, ro'shanlik osti bo'lgachqa odamlar bayqayanmaydi. Ham bayqayanmaganlik uchun bu xatarlik. Chunki yo'ldan kelayotgan mashina qaraganda virus xatarlik. Chunki yo'lda kelayotgan mashinani siz ko'ra olasiz, ep qocha olasiz. Ammo virusni bo'lsa, o'zini ko'rolmaysiz, uning keldigan yo'lini ko'rolmaysiz. Demak, az xarakterlik besim degan nimasi dal siz ko'rolmaydigan, his qilolmaganligingiz uchun. Ammo bu paydan-pay shakllanib, eng oxirida ko'pincha vaqtlarda 35 yosh, ya'ni hanzucha jungnian veji deb qo'ydi. Ya'ni 30 yosh kriz deymiz. 35 yoshga kelganda az xarakterlik besim ma'lum bir holatga berib, odamni ro'y jihatdan ig'ir darajada bir xil tushkunlik yetaklaydi. Acute stress, jiddiy xarakterlik besim bo'lsa, bu jiddiy xarakterlik. Masalan, tuyuqsiz uy bir balo apetga qolsa, yoki uyda birasi qazo qilsa, yoki bir pishkinlik uchirsa, mazgillik bo'ldi, qisqa muddatli bo'ldi, ig'ir bo'ldi, ammo buningdan kishilar tabiiyla tizla asli kelaydi. Ammo asti xarakterlik besimchi deganda buning ham odamga ekiladigan ta'siri bir qadar kuchli bo'ladigan gap. Shunga bu xil doim kishilardan yushirish bizga nimani boshlab berdi desa, bir xil besimni shakllantirdi. Çünkü daim qo'g'inish holatida, daim intayin bir xil ogoh bo'lish holatida sagak holat tug'achqa odam ro'y charchash bo'ldi. Mahmud Qashqari ishchi va teshi o'xshash odamlar jurkini qo'lda olib kishilar orasida mang'alaydi deb tasvirlagan.
Demek siz o'zingizni ichib beradigan vaqtda kishilardan yushirgan narsangiz oz bo'lganda yoki kishilar bayqab qolmasin degan narsalarni oldin kishilarga deb beradigan vaqtingizda ichi tish o'xshash bo'lganda siz yurgingizni elibmi kishilar orasida menib yurasiz. Bu vaqtda bizda nurg'unlagan besimlar tuvillaydigan.